O'rtoq podpolkovnik, Kursant Bo'ronov buyrug'ingizga binoan yetib keldi. O'zbekiston Respublikasiga, xalqiga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Oyijon, dadajon. O'g'lim, katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Sizga o'xshab boshqani xodim bilaman. Podpolkovnik Ro'ziyev, oldindan kuzatuvga olingan obyekt bo'yicha tegishli choralar ko'rilsin. Xo'p bo'ladi. Vatan ostonasin posbonlarimiz, har bir sher yurak arslonlarimiz, yurib kelayotgan ota izidan ona O'zbekiston o'g'lonlarimiz, borar karvon ham ulug' yo'ldadir, el yurt ishonchi buyuk qo'ldadir. Qayda vatan bizga ehtiyoj topsa, biz hamisha tayyor, shu on shundamiz. Tunu kun bedormiz, bojxonachilar, qish yoz hushyormiz, bojxonachilar. Yangi O'zbekiston yuksalar o'sar, ona yurtimiz. Obyektni postdan o'tkazib yuboringlar. Tunu kun bedormiz, bojxonachilar, qish yoz hushyormiz, bojxonachilar. Diyorim ko'rkiga chiroy qo'shamiz, bojxona taqdirlar bog'liq go'shamiz. obyekt kirib keldi. Mana, mamusimi? Alo, Ha, onasi? dadasi kelyapsizmi? Yo'q, hali ham ishdaman. Bugun qizingizni tug'ilgan kuni edi-ku. Lekin topshiriq bo'yicha ish olib boryapman. Voy, kela olmaysizmi? Dadammi? Qizingiz kutayotgandi. Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Menga ham bering, oyi. Gaplashing. Alo, dada. Ha, ona qizim. Bugun kelasizmi? Boraman, faqat sal kechroq boraman. Xo'p, xafa bo'lma qizim. Voy, Sengachi zo'r sovg'am bor. rahmat. Borganda ko'rasan. Dada, bugun tug'ilgan kunim edi. Ona qizim, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Bugun ishim juda ham ko'payib ketdi. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Xo'p, mayli, yaxshi ishlang. G'aflatda qolmagay nigohlarimiz, har nedan hamisha ogohlarimiz. Yurtga kirib kelar neki bo'lmasin, yaxshi yomonni ham guvohlarimiz. Elga kulib tursin baxtu saodat, xazinaga to'lsin oliy daromad. Har tarafda birday turamiz sergak, topsin deya qaror odil adolat. Tunu kun bedormiz, bojxonachilar, qish yoz hushyormiz, bojxonachilar. Yangi O'zbekiston yuksalar o'sar, ona yurtimizning o'g'lonlarimiz. Tunu kun bedormiz, bojxonachilar, qish yoz hushyormiz, bojxonachilar. Diyorim ko'rkiga chiroy qo'shamiz, bojxona taqdirlar bog'liq go'shamiz. Tunu kun bedormiz, bojxonachilar, qish yoz hushyormiz, bojxonachilar. Yangi O'zbekiston yuksalar o'sar, ona yurtimizning o'g'lonlarimiz. Qanchadan qancha yoshlarning umri sendakalarni deb xazon bo'lyapti. Ularning ota-onalarining o'rniga o'zingni qo'yib ko'r.
Nima qilishni o'zing bilasan. Tunu kun bedarmiz bojxonachilar, qishi yoz hushyormiz bojxonachilar. Yangi O'zbekiston yuksalar o'sar, ona yurtimizning o'g'lonlarimiz. Tunu kun bedarmiz bojxonachilar, qishi yoz hushyormiz bojxonachilar. Diyorim ko'rkiga chiroy qo'shamiz, bojxona taqdirlar. Endi qilmishlaringiz uchun qonun oldida javob berasiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni mamlakatimizda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, xalqimiz osoyishtaligini saqlash borasidagi sharafli va muqaddas burchini bajarishda mardlik va jasorat ko'rsatganligi uchun Davlat bojxona qo'mitasining bir qator xodimlari jasorat medali bilan mukofotlanadi. O'rtoq general Mayor Sultonov taqdirlanish uchun yetib keldi. O'zbekiston Respublikasiga Xalqiga Va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Tunu kun bedormiz bojxonachilar, Bojxonachilar. shu yoz hushyormiz bojxonachilar. Bojxonachilar. Diyorim ko'rkiga chiroy qo'shamiz, bojxona taqdirlar bog'liq go'shamiz.